Assalomu alaykum rezidentlarim. Soat 12 почти 12. Hozir to'ydan qaytdik. Shu 12da odam kelayotgan ekan, klient kelayotgan ekan. Bo'g'ozlarimga o'zi 30-chisloda olib ketishlari kerak edi. 15 kunlik bo'luvdi. Lekin Ulug'bek ham bugun keldilar. Kechasi chiqarib yubora olamizmi? Leylaxon dedilar. Ya aka nima deganingiz? Любой payt chiqaramiz. Любой payt biz ishlaymiz. 24 ga 7 dedim. Va'daga vafo qilib hozir ajratamiz. Bo'g'ozlarni 20 ta bo'g'oz olib ketadilar menimcha. Surxondaryoga ketyapti. Aniq Surxondaryoni qatiga bilmadim. E'tiboraman. Bugun o'zi va qiyin kun bo'ldi. Bilgan nimaga? Xullas, ustalarim ketdi. O'zim ham sun'iy urug'lantirishga ketdim. Oqqo'rg'onga yangi ferma boshlashdi bolalar. O'tda sunniyni qilib, kelib, to'yga borib, ustalarni bu yoqda xo'jayinim jo'natganlar. Xullas, juda nima deydi? Boy kun bo'ldi. Boy kun bo'lganiga qaramasdan, boy kecha ham bo'lyapti shekilli. Chunki hozir Ulug'bek ham jo'natib yuboraman. Jo'natgandan keyin yana Farg'onaga yuk chiqarishim kerak. Bitta yangilik. Endi biz sinovdan o'tkazdik buni. Odamlar ham sinovdan o'tkazishmoqchi. Yemimizni nafaqat quyonga, balkim qo'yga ham zo'r ta'sir qilayotgani uchun olib ketishyapti. Qo'ychilar diqqatiga. Diqqatiga qilmay qo'yqoli, chunki sehim kichkina ulgurmayman. Ulgurmayman, serios. Kuzga xudo xolisa men planim bor. Yangi apparat qo'yaman. Ozgina obzor qilib olaman. Anchadan beri sizlarga ko'rsatmayotgandim. Hozir kech bo'lishga qaramasdan ozgina ko'rsatib chiqaman. Qaranglar, kecha quyonlarni Behruz korobkalarni tayyorlaguncha sizlarga kichkina quyonlarni ajratganlarimni ko'rsataman. Shu 35 kunlik bo'ldi bugun. Qaranglar, mana polni ajratdik. Xudo xolisa men quyonlarim svetovoy rejimda, ya'ni soat 7 da yoqaman, soat 7 da o'chiraman kech payt. O'shanga hozir svetni neto paytda yoqqanim uchun hammasi tipirchilab uyg'onib ketishdi. Uyg'ongandan keyin yem so'raydi, qorni ochadi. Yemi yo'q. Mana yemlari yo'q, pustoy. Bular kichkina quyonlarni men ko'p anaqa qilib yormayman. Ko'p bordoqiga boqqandek to'ldirib qo'ymayman. Bilib solaman. Qarang. Bular go'ngga to'ldirib qo'yishibdi. Voy xudo. Qarang. Ko'rsatdingmi? Quvalolar ko'rdinglar. To'ldirib tashlabdi. Tavba qildim. Bir aylantirib hammasini to'g'irlab qo'yishim kerak ekan. Bu ko'p. Qaranglar. Yo'q, to'ldirib tashlabdi. Ana nima gurlar. Mana mashta shu oxirgacha maydalarni ajratdik aniqini. Ustalar bilan ovora bo'lib ko'p video qila olmayapman. Sotuv ham bo'lyapti, Allohga shukr. Tug'ishyapti ham, ajralyapti ham. Ko'p narsani o'zingizlar to'g'ri tushunasizlar. Lekin ertaga bir 10-da qaytishar ekan ustalarim. Videoni ko'proq qilishga harakat qilaman. Nariyo tomonda o'zi bo'g'ozlarim. Mana. Xullas, men shu oxirgacha ketgan. Bu yoqda ertaga men shu xonimlarni bu qatori
naryo qatori, nariga qatori kuyuktiraman. Bemalol bo'g'ozga kim kattaroq partiya ferma qilmoqchi bo'lganlarga вообще zo'r anaqa nima edi imkon. Boshdan bosh etib qo'yapman. Где-то men hozir aytaman, ertaga bir 20 kundan keyin 15 kunlik bo'g'ozlarim bo'ladi. 20 kundan keyin ko'pchilik so'rayapti. Ko'pchilikga va'da berganman. Bu safar videoda aytib o'taman. Mana qaranglar, vashi shedevr deb, mana любой joyda oshaman. To'g'ri samkalar. Hech kimda bunaqa yo'q. Birinchi qo'l, xudo xolisa. Sen shogirdlarimda ham bor. Yemimda boqayotgan shogirdlarimda bor. To'g'risini aytaman. Bor shunaqa kачество. Vashi men qaranglar. Bir-biridan go'zal deyman. Bu hali qochmagan quyonlar, bir-biridan go'zal. Veslari ham chotki kelgan bir-biriga, ana oyiga o'zi ham go'zal narsa deb, вообще shedevr narsa chiqdi. O'zi yildan yilga ana opt oshgan sari chotki zo'r narsalar chiqarar ekan. Men buni ajratishim kerak ertaga. Ajratmadim. Vaqtim bo'lmadi to'g'risini. Xurshid aka, soat 12 nima qilyapsiz aka? Men sizni bezovta qilmayman dedim. Chiqib olganingizni qarang. Hop, ishimiz shu. Soat 12 o'rtali chiqib oldi. Perenoska olib keling unda. Sekin boshlaymiz. 7 kun 24 soat ishlaymiz. Bo'ldi. Sizga gap yo'q aka. Bemalol. Mana hozir kirib aytib 24 soat ishlaymiz dedim. Mana shunaqa gaplar. Rezidentlarim. Endi keyin chiqamiz. Ha, birinchi qilib olaylik. Perenoskani to'rttasini ham olib keling. Sekin ajrataman. Bu o'zimni mana ko'pchilik so'rayapti-da. Sametslar bormi, sametslar bor. Yo'q, sametslar bor, lekin sametslarni bu o'zim sametslar, o'zimnikini sotmayman. O pastroqda bor sametslar sotiladigan yoshroqlari. Ko'pchilik so'raydi, nechta liniya bor sizda deb. O'rtoqlar 20 ta liniya bor. 20 ta liniya bor. 20 ta liniya zo'r ishlab turibdi. 2 yildan beri qon alishtirmadim. Nimagaki juda katta partiya 20 ta liniya, bu hammada ham yo'q narsa. 20 ta liniyani ushlash ham uncha-munchasiga emas. Bir-birini adashtirmaslik, bir-biriga nima deydi, klientga ham berib yuborish ham qiyin. Nima qilyapman? Shtop adashmasligi uchun men o'zimni liniyamni sotmayman. Tushunasizmi? Faqat menda shunaqa kevering. Faqat menda shunaqa liniya bor. Misol uchun 5 ta liniya o'zimga ishlataman. Voy, Alisher aka, siz ham turib olganingiz qani? Alisher aka, soat 12 o'tdi. Azizlarim, kimda bunaqa ishchilar bor? Faqat menda. Alisher aka, uxlamadingizmi aka? Kelurdim deydilar. Hashar bugun soat 12 kechasi bilan. Hozir bu Farg'onaga ham keladi. Farg'onaga ham yuklaymiz, xudo xolasa. Mana shunaqa o'rtoqlar. Ko'rdinglar? Ko'p aytishadi, ishchini nima bo'ldi? Nima bo'lmayapti? Nimaga topolmayapti? Chertib ishchilarimni olganman. O'shanga xulosa chiqaraverasizlar. 24 soat ishlaydi menikilar. Xo'p. Quyonlarni tayyorlab qo'ydik. Faqat hozir Yunusobodga kelyapman dedilar. Yunusobodga kelsinlarchi, nechta ketar ekan. O'shanga qarab ish tutar ekanmiz. Kobaltga, orqaga, ichkariga nechta ketar ekan, o'shani ko'rib ish tutamiz. Yesi shu ertaga Isuzidan qolganini chiqarib yuborishimiz kerak ekan. Hamma ishlayapti, ko'rib olinglar. Esimni tanigandan beri ishchi ishlataman. Esimni tanigan. To'g'risini ham ko'rganman. Qiyshig'ini ham, o'g'risini ham ko'rgan. Har qanaqasini ko'rganman. Odam o'zida bo'lish kerak. Men bilan ham ishlash oson demayman, lekin boshqalarga nisbatan ancha oson. Chunki men odamgarchilikni juda yaxshi bilaman, qanaqa bo'lishini. Har xil mana ishchi qidiryapman deb gapirmay qo'ydim.
Chunki kommentariy, voy, buncha oyligingiz kam, voy, buncha undoq, buncha mundoq. Kim bunaqa yozadi kommentariyalarni? Faqat dangasalar o'zi o'tirib, o'ziga oson ish bo'lmaydi hech qachon. Bizaga ham oson tutmanglar. Osoni faqat boshqa joyda. Osoniga uchganlar boshqa joyda o'tiradi. Bilib qo'ying. Faqat mehnat va mehnat. Qaranglar nima qilib qo'yishdi. Qanaqa holatda ketyapti. Quyonlar. Mana shunaqa ixtiro qildilar. Okay. Uchta ketmaydi, ha? Yo'q, ketadi. 4ta deyaptilar, 4ta xolayapti. Bunisiga 3 ta, narigisiga 4 ta ketadi. Bunga ham 3 ta ketsin, nariga 4 ta ketadi. Nariga qattiq. Bo'ldi, mana bu yoqqa qo'y. Bitta qo'yinglar bunisiga. Bunisiga endi bunisiga. 6 ta ketyapti. Yana bitta ketadi, qarang, yana bittaga joy bor. Qarang. Ha, ketadi. Ketar ekan. Ketadi. Janjal qolmaydimi ish qilib? Yo'q, ketadi. Qilsa janjal qolmaydi. Bemalol. Yotadi menimcha. Endi kun salqinda yetib boraveradi lekin. Zakonni bo'ladi. Haydab issiqqa haydaganda Ulug'bek ham keldilar. Surxondaryo qatidan? Termizdan. Termiz shahridan, xudo xolasa, yangi ferma bo'lyapti. Boshligimizda sekin ehtiyot bo'lib, 4ta solar ekanmiz, Behruz. Mana sizlarga life hack. Uzoq yo'lga kechasi kelib, mana shunaqa ixtiro qilib kesanglar ham bo'lar ekan. Davay. 4ta sovurar ekansan, Behruz. Ko'ringlar. Cho'tki qilib taxlavordi. Yana akalar Mametga ham gofrani ham olib ketishyapti, ortib qoluvdi. Mametda shunda ochib qo'yish kerak ozgina. To'ldirib yubordi. Ani kobaltni bag'ri keng degani mana shu ekan. 23 ta quyon sig'ib ketdi. Plus salkam 25 ta. Yo, 16 ta, yana ichkarida 2 tadan, ha? 6 ta, 22 ta ekan, ha? 23 ta. 23 ta qo'yim bo'ldi. 8 ta keyin 4 ta. Ha, 23 ta. Yo'q, 2 ta. 16 ta, yana 6 ta naraqa. 19 ta urg'ochi bo'ldi, 3 ta erkak bo'ldi. 22 ta. 22 ta. To'g'ri hisobladikmi? Boshlandi bular. Ha, Nima o'g'il? mana shunaqa gaplar aka. Hozir yana men adashmani o'qigani kam berib ketmaydi endi. O'shani hozir bitta hisoblab yuboramiz yana oxirida. 4 ta 8 ta bo'ldi. 8 ta 16 ta bo'ldi. 19 ta urg'ochi bo'ldi, 3 ta erkak bo'ldi. 18 ta keyin Bitta qo'shdik-ku. 4 ta, to'g'rimi? 4 ta. Ha, 4 ta olib chiqdik. 22 ta da. 22 ta bo'lyapti. 19 taga 3 ta. Men to'g'ri hisobladim. 19 taga 3 ta qilib. 2 ta. Xo'p, aka, Allohim barakasini bersin. Xudo xolasa polni svyazidamiz. Oxirigacha Hozir qilib turasiz. olib boramiz, xudo xolasa. Surxondaryodan bitta shogird cho'tkisini chiqardi. Lekin bor shogirdlar. Bor, Ilhom ekan borlar. Shuni sal ochib qo'yaymi? Ochib qo'ying xolasangiz. Shamollab qolmaydimi? Yo'q, shamollamaydi. Shu bilan tugatamiz. Xo'p. Shu bilan bugungi videoni tugatib yubordik. Jo'natib yubordik. Ishchilarimga ham oddiy berdim. Ferma bo'lgandan keyin shunaqa ekandi. O'zimizni nima deydi? O'qqa ham cho'qqa ham uramiz. Mana shunaqa mehnat qilmasak qatdan daromad bo'lmaydi, mehnat qilmasak. Xullas ichimdagini bilasizlar. Prezidentlarim, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Hammaga mana shunaqa savdolar nasib qilsin iloyim. Yo'q, video tugamabdi. Chuchvarani xom sanamiz. Soat 2:30. Farg'onaga yem chiqib ketyapti. Plus quyonchalarimiz ham chiqib ketyapti. 2 oylik quyon Farg'ona shahriga 2 oylik quyondan 3 tonadan ketyapti. Boburjonga
Plus yana Marg'ilonga yemlarimiz ketyapti. Yemlarni tayyorlab qo'ydik. Hozir yuklaymiz kelyapti. Hop, mana Marg'ilonga yuklayapmiz, Xudo xolisa. Yemlardan plus Farg'ona shahariga, Boburjonga ketyapti quyonlarimiz. Allohim barakasini bersin Boburjon. O'zidan ko'paysin. Bitta video bering dedilar. Mana sizga bitta video. Kam. Mana ketyapti, bo'ldi, yuklab oldik, boylab oldik. Ish qilib amalladik. Soat 2:30. Oq yo'l. Allohim barakasini bersin. Endi bo'ldi, точно video tugadi. Yaxshi dam olinglar, rezidentlarim.